Mana obyektimiz bitti. Bo'lsa kastalarni bitirib, qo'llarni yuvib tozalab topshirishga tayyorman. Mana bunaqa bo'ldi mana. Eshiklar mana qanday injiq eshiklar bo'ldi mana. Kamizda oxirgi tugashlari mana bo'ldi mana. Mana gazete bo'lsa o'zi. Injiq sanalgan. Kechalarga chiqib ketish. Mana oshxonamiz. Oshxonamizdan injiq bo'lib bitdi mana. Mana podvalga tushib ketishimiz. Birinchi etajdagi master spalniy bu. Spalniyada injiqlar keldi, qarang mana. Vannalarimiz, mana steklo shtorlar o'rnatildi, zerkala o'rnatildi. Mana rakvina, mana qozonchasi kichkina qo'ygan ekan, shuni yangi qo'yishyapti ustalar. Ustalar bor bu yerda. Mana mebellari bu yerda. Mana zinamizni tepadan ko'rinishi aynekli mana. Лестничный холл. Ikkinchi etajdagi sanuzel mana. Steklo shtorlari qo'yildi. Ventilyatsiyaga tayyor. Unitazlar qo'yildi, rakvinalar qo'yildi. Ikkinchi etajdagi zinadan chap tomondagi xona mana. Parketlari shunaqa bo'ldi. Bu yer ham bo'ldi, bitta yuvib tozalab qo'yganman. Parketlari shunaqa bo'ldi mana. Cherdakka mana zina qo'yilgan. Buni atrofini abshivat qildik, karton bilan kamchiliklarni to'g'riladik. Zinadan o'ng tomondagi spalniy mana ikkinchi etaj. Spalniy keldi bu yerda. Mana parketlari, padakonliklari. Katta mehmonxonamiz. Patologdagi mana kabellarni, turbalarni, ventilyatsiyani, turbalarni bir xil kraska qildirdi. Hozir mana nержавейкani qo'yganman, atrofini kilaylab qo'yganman. Tagiga ventilyatsiyani qo'ydim. Shuni kilay qatsa, skochni olib tashlayman, chiqib ketaman keyin. Mana buni ham qo'yib berdi, olib ketdi hozir. Buni ham qo'yib beraman hozir. Mana obyektimiz bitti. Xohlasa kraskalarni bitirib, pollarni yuvib tozalab mana topshirishga tayyorman. Padakonlar manaqa bo'ldi mana. Eshiklar mana qanday injiq eshiklardan bo'ldi mana. Karnizda oxirgi tugashlari manaqa bo'ldi mana. Bunisi mana gastevoy sanuzel. Eng injiq sanuzel mana shu bo'ldi. Mana shu devorni o'zi ham 3 marta kraska qildim. Ventilyatsiyalarga tayyorlab qo'ydim. Bu kabinet mana. Parketlari mana chiqdi. Buni откосlarni chiqarib, eshiklarni kraskaladim bu yerda ham. Mana bu kabinetda tashqaridan koridordan ko'rinishi. Mana padagonniylari. Lestnitsa mana injiq lestnitsa bo'ldi. Steklolik. Mana
Prixojiyni va ichkari tomondan ko'rinishi. Karnizlarimiz tugagan joylari. Mana plitkalarimiz yuvib tozalab tayyor topshirishga. Mana kaminimiz, mebellarimiz keldi. Injiq mebellardan. Ochishma dedi uy egasi, o'zi ochib olar ekan. Mana lestnitsamiz yon tomondan ko'rinishi. Kechalarga chiqib ketish. Mana oshxonamiz. Oshxonamizdan injiq bo'lib bitdi mana. Mana podvalga tushib ketishimiz. Birinchi etajdagi master spalniy bu. Spalniyada injiqlar keldi, qarang mana. Vannalarimiz, mana steklo shtorlar o'rnatildi, zerkala o'rnatildi. Mana rakvina, mana qozonchasi kichkina bo'lib qolgan ekan, shuni yangi qo'yishyapti ustalar. Ustalar bor bu yerda. Mana mebellari bu yerda. Mana zinamizni tepadan ko'rinishi. Aynekli mana. Лестничный холл. Ikkinchi etajdagi sanuzel mana. Steklo shtorlari qo'yildi. Ventilyatsiyaga tayyor. Unitazlar qo'yildi, rakvinalar qo'yildi. Ikkinchi etajdagi zinadan chap tomondagi xona mana. Parketlari shunaqa bo'ldi. Bu ham bo'ldi, bitta yuvib tozalab qo'yganman. Parketlari shunaqa bo'ldi mana. Cherdakka mana zina qo'yilgan. Buning atrofini abshivat qildik, ichkarton bilan kamchiliklarni to'g'riladik. Zinadan o'ng tomondagi spalni mana ikkinchi etaj. Spalnis keldi bu yerda. Mana parketlari, padakonliklari. Katta xonamiz. Patologdagi mana kabellarni, turbalarni, issiq ventilyatsiyani turbalarni bir xil kraska qildirdi. Hozir mana bu nержавейкani qo'yganman, atrofini kilaylab qo'yganman. Tagiga ventilyatsiyani qo'ydim. Shuni kilay qatsa, skoch olib tashlayman, chiqib ketaman keyin. Mana buni ham qo'yib berdim, olib ketdi hozir. Buni ham qo'yib beraman hozir.